Bizda liklik xalq artist, liklik xizmat ko'rsatgansiz, 4 ta lik, 2 ta shik, bitta xalq artist. Bu nima degan gap? Sizga xalq hofizi yo O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist berishmagan-a? Bermaydi bizga. Hukumat ahmoqlikda menga orden berib, mukofot berib, shunaqa berib. Nega adolatni gapirganingiz uchun? Ha, millatni gapirganim, adolatni gapirganim, haqiqatni gapirganim uchun meni yomon ko'radi hamma. Haqiqat kimga yoqadi? Hech kimga yoqmaydi. Agar bu davlatni maqtasam, bu tuzumda allaqachon orden mukofotlar bu har kun televiziyaga chiqardi. Qo'shiqlarni tinglab borasizmi? Birorta muxlislik qilib, hozirgi yoshlarning qo'shiqlaridan kimdir qo'shiqni eshitib borasizmi? Qo'shiq emas ular aytayotganlar. Ularda aytayotgan qo'shiq emas u. Qo'shiq xalqqa xizmat qilish kerak. San'at xalqqa xizmat qilish kerak. Bular pulga xizmat qiladi, pullardan. Qo'shiq ko'payib ketdi ular. Yil yorim qilib aytib pul ishlab yotishibdi. Qo'shiqchi emas bular. Ular otarcha deyish mumkin, otarcha. 100 ga yaqin qo'shiqlar ham ijro qilgansiz. Undan ham ko'proq. Hozirgi kunda mana ijtimoiy siyosiy mavzularda umuman deyarli qo'shiq kuylanmaydi, aytilmaydi. Asosiy mavzular o'sha sevgi, muhabbat, o'ldim, kuydim haqida ko'proq kuylanadi. Siz bu qo'shiqlarni, siyosiy qo'shiqlarni kuylashingizga nima sabab bo'lgan? Shu ko'proq ta'sir qiladi deb o'ylaganmisiz yoki? Yo'q, ta'sir qilgan narsa o'zbek bo'lganim uchun, millatchi bo'lganim uchun, millatimni sevishim, xalqimni sevishim uchun xalqni mudofaa qilganman. Xalqning azob uqubatlariga ozod bo'lsin deb harakat qilganman. Chunki men savodli qo'shiqchiman. Universitetni bitirganman, jurnalistika fakultetini. Savodli qo'shiqchiman. Bugun nima aytish kerak, ertaga nima aytish kerak bilaman shuni.